Bugun adashmasam 6 ta yo 8 ta bolada shu autizm spektr buzilishiga shubha bo'ldi. E'tiborli jihati, hamma kelgan shu ota-onani asosiy shikoyati gapirmaslikka. Boshqa nima deydi, boshqa tarafdan go'yoki kamchilik ko'rmaydi. Bir ikkitasidan qayta so'radim. Faqat gapirmaslikkami yoki masalan ijtimoiy jihatdan ham qiyinchilik sezasizmi? Masalan farq sezasizmi desam, keyin уже masalan tushunishi ham shunaqa qiyinroq. Ismiga ham doim qaramaydi. Tam stereotiplari bor ba'zilarini. Bu ko'p aytilgan narsa, ya'ni ota-ona ko'proq faqat nutqiga e'tibor qiladi. Yana bitta qiyin masala bor. Masalan, buni avvalham aytganman, ota-ona baribir yaxshi sifatlarini ko'radi bolada, lekin mutaxassisga kelganda baribir ozgina kuzatib, navbatdagi savollar berib, bolada muammo faqat nutqda emas, ijtimoiy moslashuvda ham borligini sezishi mumkin. Shunga qarab taxminiy tashxis, yo'nalish beradi. Bitta onaga shunaqa savollar berib, o'sha muammo faqat nutqda emasligi, balkim autizm spektr buzilishi bo'lishi mumkin desam, Ras ZPRdan ko'ra yomonroqmi deb so'rayapti. Ya'ni ota-onani hayolida ZPR yaxshi-yu, Ras yomon degan tushuncha bor-da, unaqa emas. Ishoning, o'sha ZPR deb qo'yilgan tashxis ham yaxshi kavlasa, balkim Ras, balkim boshqa masalan intellektual buzilish bo'lib chiqishi mumkin. O'shanga u tushunchani unutinglar. ZPR yaxshi, Ras yomon degan. Maqsad nima uchun to'g'ri tashxis qo'yish kerak? Buni ming marta aytganman. Shu faqat nutqiga e'tibor berib, yillab logopedda yururmay, balkim sensor integratsiya kerakdir, balkim ABA kerakdir, balkim tam boshqa nima deydi, rivojlantirishga xos boshqa muolajalar kerakdir. Gap endi bu ukol oling, bunisini olish kerak emas. Gap ukol dori tok-pokda emas gap. Bu yerda voshim kerak emas. Maqsad shu, har tomonlama shug'ullansangiz effekt yaxshiroq bo'ladi. Chim logopedda yillab yurgandan ko'ra.